Qur'on bilan hamsafar 5-qism. المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم Checheniston. وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Qur'on bilan hamsafar nomli ko'rsatuvimizda dunyodagi Qur'on markazlari Qur'on mo'jizalaridan boxabar bo'lish maqsadida bir necha davlatlarga safar uyushtirdik. Ana shunday davlatlardan biri Checheniston. Hammamiz bilamiz, Checheniston bir qancha urushlarni boshdan o'tkazdi. Nihoyat taqriban 6 yil avval tinchlik qaror topdi. Lekin men Chechenistonga otlanganimda odamlar hali ham u yerda urush bo'lyapti deb o'ylashardi. Hattoki onam Chechenistonda urush yo'qmi deb so'radilar. Men ularga yo'q oyijon, Chechenistonda hozir tinchlik barqaror deya javob berdim. Bu yerda tinchlik qaror topgandan keyin odamlar eng ko'p e'tibor qaratgan narsa bu Alloh subhanahu va taoloning kitobidir. Hozir ularda go'zal Qur'on markazlari bor. Shuning uchun ham biz sizlarga chechen bolalarining Alloh subhanahu va taoloning kitobini yodlashini ko'rsatish maqsadida bu yerga keldik. Shuningdek, bu yerdagi Checheniston davlatidagi Qur'on markazlarini ham namoyish qilamiz. Allohning izni bilan bu sizlarga juda manzur bo'ladi. Suratga olish davomida bu ikki bolakay meni Qur'on halqalari va yozgi Qur'on markazlariga ro'yxatdan o'tish uchun boshlab borishadi. Men ulardan olib borishni so'ragandim. Alloh ularni muhofaza qilsin va Qur'onni ko'ksilarida mustahkam qaror toptirsin. Allohning izni bilan Qur'on bilan hamsafar dasturi orqali biz bilan Chechenistonda birga bo'ling. Chechenistondagi Qur'on yodlatish markazlaridan biriga tashrif buyurdik. Men bu yerda ko'rgan narsamdan hayratga tushdim. Go'yo tush haqiqatga aylangandek. Chechenistonga kelishimdan oldin ularning Qur'on markazlariga bo'lgan e'tibori, bolalariga Qur'on yodlatishga bo'lgan harisliklari haqida aytib o'tishdi. Ammo Chechenistonga kelganimda misli ko'rilmagan Qur'on markazlariga shohid bo'ldim. Ehtimol siz meni har xil umumiy bog'larda, ko'ngilochar joylarda o'tirgan deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, Allohga qasamki, men boshqalardan tubdan farq qiladigan Qur'on markazlarida hozir bo'ldim. U yerda barcha ishlar o'quvchiga Qur'onni mukammal o'rganishga yordam beradi. Chechenistondagi ana shunday markazlar, Qur'onga bo'lgan ishtiyoq bizning ham yurtlarda, umuman barcha yurtlarda bo'lishini orzu qilaman. Men bilan birga yuring. Go'zal Qur'on markazini o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Bu markaz o'quvchilarni tarbiyalash uchun maxsus xonalar, shinam darsxonalar, kundalik ovqatlanish uchun oshxona, maxsus masjid va o'quvchilar hordiq chiqarishi uchun salqin va keng yashil maydonlar bilan jihozlangan. Markazdagi eng go'zal narsa esa bu Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod oluvchilarning tartib intizomidir. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة
الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Qani orangizda kim bizga Qur'ondan yodlaganini o'qib bera oladi? إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Mashalloh. Shayx Abu Bakr Shatriyni eshitasanmi? Ha, mashalloh. Alloh seni Shayx Abu Bakr Shatriydek bo'lishingni oson qilsin. Abu Bakrni tabriklaymiz. Uni Chechenistonda tinglaydigan va uning qiroatiga taqlid qiladigan ana shunday bolalar bor ekan. Bularning barchasi uning yaxshilik mezonida tortilsin. Men hozir Chechenistondagi Shayx Zayd rahmatullohi alayh nomidagi Qur'oni Karimni yodlash bo'yicha go'zal markazga tashrif buyurdim. Bu yerda ajoyib va xushovozli o'quvchilar bilan birga o'tiribman. Ular orasida Ixvan ismli bir o'quvchi bor. Menga aytishdiki, bu talaba 12 yoshda bo'lib, Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. Mashalloh, Shayx Adam Qur'on yodlashni qachon boshlagan? Mana shu markaz ochilishi bilan, ya'ni 8 oy avval boshlagan. U yodlashni 8 oy oldin boshlaganmi? Ha, shunday. Mashalloh. Qur'oni Karimni 8 oy yoki 9 oy vaqt ichida yod olibdi. To'g'risini aytganda men hayratdaman. U arab tilida so'zlashmaydi, arab tilini bilmaydi. Shunday bo'lsa-da Qur'on yodlashga haris bo'lib 9 oyda Qur'oni Karimni to'liq yod olibdi. Mashalloh, tabarak ar-Rahman. Bir kunda necha betdan yodlagan? Avvaliga kuniga 2 betdan 4 betgacha yodlardi. Oxirga kelib kuniga 8 betdan yod olgan. Mashalloh, tabarak ar-Rahman. U faqat shu yerda o'tirib Qur'on yodlaydi. Markazdan tashqariga chiqmaydi, shundaymi? Ha, albatta. Mashalloh. Uni nima Qur'onni yodlashga shijoatlantirgan? Turtki bo'lgan. Unda Alloh azza va jallaning kitobini yod olish uchun alohida rag'bat bo'lgan. Mashalloh. Bir kunda Qur'onni qancha qismini takror qiladi? Ma'lumki, qorilar takror qilib turishlari kerak. Har kuni 4 bora takror qiladi. Mashalloh, tabarak ar-Rahman. Alloh unga baraka bersin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Checheniston. Mening sizlardan bir kichik iltimosim bor. Qur'on yodlayapsiz. Allohning izni bilan Qur'on yodlashga qaror qildingiz. Umidsizlikka tushmang. Men bilaman, bu go'zal safarda, Qur'on safarida juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelasiz. Bu qiyinchiliklar sizning qaroringizni bajarishingizga to'sqinlik qilmasin. Bo'ldi, Qur'on yodlamayman deyishingizga sabab bo'lmasin. Men juda ko'p insonlarni ko'rganman. 2 pora, 3 pora yoki 4 poragacha yod olishgan. Keyin kichkinagina bir muammoga duch kelib qolishsa, Qur'onni 1 oy yoki 2 oy tark qilishadi-da, bo'ldi. Endi Qur'on yodlay olmayman deyishadi. Menga ishoning, bu shaytondandir. Asalni arining nishidan olinadi deyilganidek, Qur'on ham xuddi shunday.
Qur'on ulug'dir. Ishoning, men shunday imkoniyati cheklangan insonlar bilan ko'rishganman. Ular Qur'on yodlashda juda ko'p va qattiq qiyinchiliklarga duch kelishgan. Ammo ular Qur'onni yodlash ortidagi ulug' fazilni bilishgan. Ular siz umuman ko'rmagan qiyinchiliklarni boshlaridan o'tkazib, Qur'onni mukammal yod olishgan. Agar siz nafsingiz bilan kurashsangiz, olamlarning Robbi sizga barcha ishlaringizni oson qilib qo'yadi. Chunki siz Qur'onni Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun yod olmoqdasiz. Alloh azza va jalla aytadi: جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Olamlar Robbi sizga oson qilib qo'yadi. Siz umidsizlikka tushmang. Qadimgi Grozniy markazi, Checheniston. Rossiyadagi maxsus Qur'on markazlaridan biriga tashrif uyushtirdik. Bu markaz alohida yordamga muhtoj kishilarga din ishlarini o'rgatish uchun mo'ljallangan. Biz hozir Chechenistonda ajoyib Qur'on markazlaridan biridamiz. Bu markaz 1904-yilda qurilgan. Juda ham qadimiy. Yaqin yillarda rekonstruksiya qilindi. Ajablanarlisi shundaki, bu markazda 100 nafar atrofida talaba bo'lib, ular ichida sog'lom, Qur'on yodlaydiganlar ham bor. Taxminan 25 nafar talaba alohida yordamga ehtiyojli, kar, soqov va ko'r talabalardir. Bu Qur'on markazida bu institutda namuna bo'ladigan talabalardan biri o'zi chechenistonlik emas, rus millatiga mansub bo'lib, islom dinini qabul qilgan. Bu yosh talabada Qur'on o'rganishga ajoyib ishtiyoq bor. O'zi ko'r bo'lsa ham Brail yo'li orqali Qur'on o'qib, Alloh subhanahu va taoloning izni bilan Qur'onni yod olishni xohlaydi. Mashalloh, men bilishimcha, u qisqa fursat ichida Brail orqali o'qishni o'rganib, Qur'onni juda yaxshi o'qishni o'rganibdi. Buni o'rganish uchun unga qancha vaqt ketdi? To'g'risini aytganda, to'g'ri va mukammal shaklda o'qishni o'rganish uchun ancha vaqt ketadi. Lekin harflar va so'zlarning ulanishi kabi asosiy qoidalarni 2 kunda o'rgandim. Men Brail yozuvini rus va ingliz tilida o'qishni yaxshi bilganim uchun arab tilini o'rganish menga oson bo'ldi. Yaxshi. Nima uchun bunchalik ishtiyoq? Nima uchun bunday tez o'rganib oldingiz? Nima sababdan Allohning kitobini qiroat qilish uchun bunchalik rag'bat bor? Gap shundaki, men Moskva davlat universitetida o'qir edim. U yerda Qur'on o'rganishga vaqtim kam bo'lar edi. Shu sababdan universitetni tashlab bu yerga keldim. Shoyat bu yerda vaqt ko'p bo'lib, Alloh o'rganishimni oson qilsa. Bundan rohatlanadimi? Albatta. Mashalloh, tabarakalrohman. Bu men uchun dunyodagi jannatdir. Mana shu ta'lim orqali bu dunyoda jannatni his qiladi. Mashalloh, qandoq ham go'zal gap. Eshitganingizdek, u Qur'on qiroat qilishni o'rganish uchun Moskvadagi o'qishi va oilasini tashlab Chechenistonga kelgan. Men undan shundan rohatlanasanmi deb so'radim. U esa Qur'on o'rganish orqali dunyoda jannatni topdim deb javob berdi. Allohga qasamki, bu juda go'zal gap. Bilishimcha, bu bola Rossiya futbol terma jamoasida o'ynar ekan. Ha, biz yaqinda Portugaliyada Yevropa kubogini qo'lga kiritganmiz. Ya'ni Qur'on yodlashga ishtiyoqi bor. Brail yozuvini o'rgangan. Shu bilan birga u o'zini o'yindan to'sib qo'ygani yo'q. Terma jamoaga boradi. Mashalloh, maqsadlari ko'p. Men undan o'rgangan narsasidan biron narsa o'qib berishni so'ragan bo'lardim. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا شدادا. Mashalloh, tabarak ar-Rahman. Bu namunali talabalar bilan ko'rishganimizda, ayniqsa alohida yordamga muhtoj kimsalarni ko'rganimizda, haqiqatan men ham, sizlar ham Alloh subhanahu va taoloning kalomiga bo'lgan nuqsonimizni his qilamiz. Biz ko'ramiz, shunda ham qusurga egamiz. Qur'on oldimizda, uni o'qiy olamiz. Bizga arab tili ham berilgan. Shunda ham Qur'ondan o'zimizni uzoqlashtiramiz. Ichimizda shundaylar bor. Qur'onni faqatgina Ramazonda o'qiydi. Yana shundaylar borki, Qur'onga umuman yaqinlashmaydi. Yana ba'zilar Qur'on yodlashni xohlashmaydi. Oldilarida mana bunday ko'plab o'rnak bo'ladigan hofizlarni ko'rishadi. Hozir mana bu namunani ko'rgandan keyin aynan hozir o'zingiz farzandlaringiz bilan Qur'on yodlashni boshlashingizni istagan bo'lardim. Hozir siz Qur'on yodlashni, uni mukammal qiroat qilishni boshlamas ekansiz. Allohga qasamki, tez kunda bu Qur'on bizning zararimizga hujjat bo'ladi. Ayniqsa Alloh subhanahu va taolo uni bizga, bizning tilimizda nozil qilgan. Biz uni o'qiy olamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga ko'rish, eshitish, gapirish ne'matini bergan. Allohga qasamki, hech qachon najot topmaymiz, baraka topmaymiz illo mana shu Qur'on orqali. Alloh subhanahu va taolodan so'rayman, mana shu ko'rsatuvni oxiriga yetkazaylik. Mana bunday misollarni ko'rib shoyat siz ham Alloh subhanahu va taoloning kitobini yodlashni boshlasangiz. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا